Assalamu alaykum qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 13-dars kelgusi zaman, ya'ni tuqumunda ta'yidni o'rganib o'tamiz. Biz buningdan burungi darslarimizda hozirgi zaman, o'tgan zaman, kutgan zaman o'rganib o'tgandik. Bugun hamda oxirgi zamonlarning birisi kelgusi zaman. Hamda mush zamanni so'zlagandan keyin kundalik turmushda har qanday bir gaplarni ifodalashda hozirning o'zida hojitinglardan chiqargudek saviyda bo'lsizlar. Ondan yana sal murakkab zamon turlaridan 2-3 bor. Uni inshaalloh A2 saviyadagi darslarimizni boshlaganda, ya'ni shu vaqtda so'zlaymiz. Kelgusi zaman tuqumunda ta'yid, ya'ni tuqumuz degan gap kelgusi, kelajak degan ma'noda, ya'ni tuqumunda ta'yid, ya'ni keladigan vaqt deb, ya'ni kelmagan, endi kelmoqchi bo'lgan vaqt deb kelgusi zaman ismidan chiqib turadi. Ya'ni kelgusida yuz beradigan ish harakatlarni tasvirlashda ishlatamiz. Yuz bermagan, lekin yuz bermoqchi bo'lgan. Endi dosh tilda, golland tilda bu turdagi bu fe'llarning muqim kelgusi zaman shakli yo'q. Ya'ni qanday muqim kelgusi zaman shakli yo'q deganda, biz masalan hozirgi zamonni o'rgandik. Lausteren, laustert, ik lauster, hey laustert, vay lauster, mushning hammasi hozirgi zaman. Bunu o'tgan zamanni yozsak, ik lausterdi, hey lausterdi, vay lausterdin deb yozadik. Kutgan zamanni yozganda yana ik heb gelausterd, hey heeft gelausterd, vay hebben gelausterd deb yozadik. Ya'ni lausteren degan fe'ldan har qaysi shaklda turlab lauster, lausterd, lausterdi, gelausterd deb yozadik. Lekin kelgusi zamanda fe'llarning bunda muqim bir shakli yo'q. Şuna kelgusi zamanni biz tus fe'llar yoki yordamchi fe'llardan foydalanish orqali ifodalaymiz. Ya'ni tus fe'llar deganda biz o'tgan soatlik grammatik darsimizda o'rgangan zullen, willen, moeten, kunnen degan fe'llar tus yordamchi fe'llarga kiradi. Ondan yordamchi fe'llar haben bilan Zeyn, bulam yordamchi fe'llar, ondan xan degan fe'lmi kelgusi zaman ishlatilgan yordamchi fe'llar. Ya'ni mushundaq yordamchi fe'llar orqali kelgusi zamanni ifodalaymiz. Ondan kelgusida yuz beradigan ish harakatni ifodalashda eng ko'p ishlatiladigan tus fe'l zullen. Biz o'tgan soatda zullenninki ishlatilishini, ma'nosini 12 soatlik darsning grammatikada tafsili so'zlagan. Şuna bu kelgusi zamanni shuningdan keyin so'zlashimiz sababmi shu. Agar shu zullen yana aniq bo'lmagan bo'lsa, yana bir qitim ash darsni qayta anglab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Ondan zullen degan bu fe'l qoidasiz fe'lga tava. Qoidasiz fe'l bo'lg'achqa shunga mos holda onunki o'tgan zaman shakllari bo'ldi. Buni o'tgan soat o'rganib ketdik. Iksal, onun o'tgan zaman shakli zavdan degandekchi. Ondan kelgusi zamanda ishlatilish shakli yana mush holatda bo'ldi. Ik, zal, uning keyinidan cho'qim infinitiv, ya'ni fe'lninki ko'plik shakli keladi. Masalan, praten degan fe'lni biz kelgusi zamanda ifodalagan vaqtimizda ik zal praten, jij zal praten yoki jij zult praten, hij zal praten. Yani praten o'zgarmaydi, mayli ik bo'lsin, jij bo'lsin, hey bo'lsin. Faqat mushu zullen degan yordamchi fe'llar shaxsga qarab, zamonga qarab mos holda o'zgaradi. Shunga wir zullen praten, Juli zullen praten, Juli bo'lg'achqa mos holda zullen degandek jo'lavishtirib shu. Endi kelgusi zaman ifodalashda biz zullendan boshqa yana xan degan fe'l orqali ifodalaymiz. Masalan, Wij gaan dit jaar op vakantie. Yani biz bu yıl seyahatga baramiz, ta'tilga baramiz. Yani bu hem kelgusi zamandagi bir cümle. Yani Sie gaan over 2 weken trouwen. Yani bu yerda hargizmi ular 2 haftadan keyin to'y qilib borudi degan ma'no chiqmaydi. Xan deganning ma'nosi birish degan gap, lekin bu yerda ular 2 haftadan keyin to'y qiladi deganlar ma'no chiqadi. To'y qilib bizaga borudi degan ma'no emas, balki to'y qiladi degan ma'no chiqadi. Endi film xat bixindan, ya'ni film boshlanadi. Ya'ni hozir boshlangan az qoldi boshlanadi degandek. Bu yerda
film başlanğılı, eğer bunu sözüm onda tercüme kılıp film başlanışqa barıdı ya film başlanış üçün bir yerə barıdı emas, belki film başlandı deganlar ma'nida. Yani mushu xan degan fe'l orqali kelgusi zamanni ifodlaymiz. Anda bu kelgusi zamanninki bir qancha turlari bor. Tövəndə mushu turlari bilan bir-birlab tanışıb chiqamiz. Birincisi onfoltoyda tegenwoordig toekomende tijd. Yani onfoltoyda hep bitmegen tegenwoordig hazırki zaman toekomende kelgüs şekli. Yani kelgüs zaman addi şekli. Kelgüs zaman addi şekli. Bunun latince atılışı futurum deb atıldı. Kıskartılıp yaki o tey deb ataymiz. Bu adette kelgüs zamanınki en köp işletildiğin en addi şekli tıxı yüz vermekçi boğan, tıxı yüz vermegen lekin yüz vermekçi boğan işlerini ifadeleşti işletimiz. Bu şekilde daim yardımcı pil zülün birgi kilodu. Anda zülünün en keyinde her daim pilninki toluk şekli kilodu. Mesela Sie zullen samen naar school fietsen. Yani ular vesmini birge mektepke bardu. Sie zullen. Ik zal een cadeautje voor je kopen. Men sizge bir sovg'at olaman. Ik zal kopen. Yani bu kelgüs zamanninki en addi şekli. İkinci xil şekli voltooide tegenwoordig toekomende tijd. Yani voltooide pütken, kelgüsü zamanның pütken şekli. Futurum exactum yoki feytey deb ataydi. Yani tıxı yüz bermegen, lekin kelgüsüde pütmekçi bolğan bir iş hareketlerini ifadeleşti işletimiz. Bunda pütken zaman peyli, yani kelgüsü pütken zaman, kelgüsü zaman pütken şekli olğaçqa daim pütken zaman peyli bilen birge keludi. Yani pütken zaman peyli degen, aş peylinin aldığa biz x qoşulğan stam yoki t, x qoşulğan stam yoki d qoşap yazgan şu şekli, yani xlaustert, xprat, xxan, xxeyten degen x qoşulğan şekli. Misal, na het eten zal de afwas worden gedaan. Yani tamaktan keyin qachilar yuyuldu. Yuyulmadi, lekin qachilar yuyilish kerak, ishda bo'lish kerak debchi kelgusida yuz bermekchi bo'lgan ishqa. Buningda mana xidan deb asli shakli ma pelninki dun, bir narsa qilmoq. Xidan degani pütken zaman şekli. Bu kelgüsü zaman pütken şeklide muşundaq pelninki hem pütken zaman şekli birge keludu. Night eğitin, zalda affas, worden xıdan. Şu cümlede hazır 3 pel var. Zal mı bir pel, yardımcı pel, worden bu mu pel, yardımcı pel, xıdan. Yani pelninki bu cümledeki en asaslı pel xıdan. Yani tamaktanken qaçıla juyilish kerak debchi, qilinish kerak deb qolgan mazal bilan worden yordamchi fe'l. Shu masalan ma jumla shaklida 3 tal fe'l bor, ma bir jumlada. Yani bu kelgusi zaman pütken şekli. Üçüncü xil şekil kelgusi ötken zaman şekli. Yani onfoltoyda verleden toekomende tijd. Yani kelgusi lekin onfoltoy tıxıp pütmegen verleden ötken zaman, yani kelgüs ötken zaman şekli. Bu adette kelgüsde qilmoqchi bo'lgan, lekin qachon qilishni aniq bilmagan ish harakatlarga ishlatamiz. Masalan, ik zal met de trein gaan. Yani men poyezdlar borman. Lekin soat nechida borishim aniq emas degandek-chi, ish qilib poyezd bilan borman. En ik zal hem vandaag nog bellen. Yani men bugün onunla yani telefon qilma. Yani nechida qilishim aniq emas, balkim atdeganda qilma, balkim 3dan keyin qilma. Saat 3da 4da qilma, lekin telefon qilma shu debchi. Kelgusi qilmoqchi bo'lgan, lekin qachon qilishni aniq bilmagan mushundaq turdagi ish harakatlarga ishlatamiz. En oxirgi zaman shakli kelgusi pütken zaman shakli. Bu kelgusida qilmoqchi bo'lgan,
lekin ma'lum bir sabablar tufaylidan qilinmagan ish harakatlarni ifodalashda ishlatamiz. Biz buni o'tgan soatda shu zauningki bir ishlatishni tushundirgandimi alayda degan. Yani masalan, vay zauden op vakantie gaan, maar ik ben ziek geworden. Yani biz siz hayotga bormoqchidik. Yani barimiz deb men tayyorliqlarni qilib bo'lgan, lekin men og'rib qoldim. Mush ifodalash shakli, yani mush kelgusi o'tgan putgan zaman shakli. Yani bir misal, ik zou naar school gaan, maar mijn fiets is kapot gegaan. Yani men asli maktabga bormoqchidim. Baray deb chapanimni kiyib, somkini ilib chiqsam, lekin velosipedim buzilib qolibdi deb. Yani ma jumlada qarasanglar, mana kelgusi zaman ik zou naar school gaan. Bu kelgusi zaman. Keyindeki cümlede fiets is kapot gegaan deb putgan zaman. Yani ikki bir bosh jumla, bir biqindi jumla, lekin ma biqindi jumla ham putgan zaman. Biz buni kelgusi o'tgan putgan zaman deymiz-chi. Yani kelgusi zamanning turlari mushu. Endi ma zulüm bilan xan bu ikkisi almashtirib shatkil bo'ldi. Bu ikkisining bir alayda nima jihatda, ma'nisi jihatda, yani ko'p almashtirib shatkil bo'ldi. Lekin ma'nisi jihatda azroq nima bor? Masalan, ik zal boodschapppen doen desak, yani men sodalik qilaman. Yoki biz buni ik ga boodschapppen doen desakmi bo'laverdi, men sodalik qilaman debchi. Lekin ma zalni ishlatgan vaqtimizda uçak biz kelgusi zaman bo'ldi, ama zalninki yana bir ma'nisi bir so'z bergan bo'lamiz, va'da bergan bo'lamiz-chu. Yani ik zal boodschapppen doen bilan ik ga boodschapppen doonninki ma zalni ishlatgan vaqtimizda bir va'da bergandek ma'nim chiqdi. Shunga farq ashchu, lekin bir har ikkalasining qaysini desak bo'laverdi. O'xshashlar men so'dlik qilib borman. Yoki masalan, wij zullen ons best doen om Nederlands te leren. Yani biz Holland til o'rganish uchun tirishimiz, kuchimizning eng yetkinchi tirishimiz debchi. Yoki bu jumlani zullenning o'rniga gaan ishlasakmi bo'laverdi. We gaan ons best doen om Nederlands te leren. Yani biz Holland til o'rganish uchun qo'limizdan kelishicha qilamiz debchi. Zullen gaan işte almashtirib ishlasak bo'laverdi. Hij zal een vriend bezoeken. Yani u bir do'stini ziyorat qilmoqchi. Hij gaat een vriend bezoeken. U bir do'stini ziyorat qilmoqchi. O'xshashlar. Yani zulüm bilan xanni ko'pincha ahvollarda mushundoq almashtirib ishlatsak bo'ladi. Endi yana bir qancha misollar. Bu misollar orqali sizlarga kelgusi zamonni ishlatganda diqqat qilish tegishli nuqtalarni eskartmoqchi. Masalan, boya degandek, yani ik zal naar de winkel gaan desakmi bo'ladi. Men do'konga boraman. Lekin bu kelgusi zaman ifodalash shakli. Do'konga chiqib bormadim, endi boraman. Shu buni kelgusi zamanda bunda ifodalasak bo'ladi. Yoki ik ga morgen naar de winkel. Men ata do'konga boraman deb, yani bu normal hozirgi zaman shakli. Bunda ifodalasakmi bo'laveradi. Lekin kelgusi zaman ifodalagan vaqtimizda, zalni ishlatgan vaqtimizda cho'qim bir asosliq fe'l birga kelishi kerak. Yani ik zal naar de winkel desaklam, bu jumla grammatiklik qurilmasi jihatdan to'g'ri jumla bo'lmay qoladi. Biz kelgusi zaman o'chog'ida mas holda ik zal naar de winkel gaan deb, yani men do'konga boraman deb gaan degan fe'lni cho'qim qo'shishimiz kerak. Lekin cho'qim buni kelgusi zaman ifodalashning hojati yo'q. Uningga agar bu mansal ta'sir kelib qoldi desanglar, normal ik ga morgen naar de winkel. Men ata do'konga boraman deblar normal hozirgi zaman ifodalasakmi bo'laveradi. Yana misol, masalan, mau kelgusi zaman tuzilgan jumla ik zou naar school gaan, maar mijn fiets is kapot gegaan. Yani kelgusi putgan zamanda. Bunda ifodalagan vaqtimizda ik zou naar school gaan. Yani ma zavni ishlatgan vaqtimizda cho'qim keynida bir fe'lninki to'liq ko'plik shakli birga cho'qim kelishi kerak. Ondan miyada mein fiets is kapot gegaan. Buni ma'u voltooide tijd shaklidagi jumla. Lekin bu jumlani yana bir xil ifodalash shakli normal verleden tijdda ik kon niet naar school. Men maktabga bora olmadim. Want
Mein feet was kaputt. Çünkü velosipedim buzuq. Bunda ifade etsek mi? Bo'laveradi. O'xshashlan bir ma'nini bildirdi. Yani men maktabga bormoqchidim, velosipedim buzilib qoldi deb bunda kelgusi zaman yoki men maktabga borolmadim, velosipedim buzuq. Bo'laveradi, lekin kelgusi zaman ifodalagan vaqtda shunda mana bir jumlada hozir masalan 4 tane fe'l var. Ik zou naar school gaan, zou gaan is gegaan debchu. Lekin biz mana normal verleden tijd ifodalagan vaqtda faqat 2 tane fe'l var. Ik kon niet naar school. Mijn fiets was kapot. Kon was. Yani ikkisinin ma'nosi amaliyotda o'xshash. Lekin shu kelgusi zaman ifodalagan vaqtda qoidalar var. Yani zalning keyni cho'qim fe'lninki köplük infinitif şekli keladi degandekchu. Shunga odatda bunday ahvol ostida maqsad sizlar qaysini oson ko'rsanglar shunday shaklda ifodalasanglar bo'ldi, lekin kelgusi zamonda ifodalayman desanglar shu jumlaning shakli shunday sal ta'sir qilib qoldichu. Shunga hozir amaliyotda men kelgusi zamonning bunday kelgusi o'tgan zaman mana shakllar ham normalda B1, B2 saviyadagi grammatika. Shunga hozirning o'zida çoğun müştah şekilde diyemmisanglarmı hiç qısı yok. Normalda bu şekilni bilmesek mi başka müştah addi şekillerde uqturup gaplarimizni qilib ketalaymiz. Lekin bu qoida o'rganishlik sabab işte bir kitap o'qigan vaqtida va yoki boshqa bir xatlarni o'qigan vaqtda müştah şekillar uchrab qolib qolsa, hech bo'lmaganda mana bunday shaklda rastlab o'qib tushuna oladigan bo'lsanglar yetarlik. Işte o'qib tushunadigan ekan, bag'an siri toniya olgan ekan, asta-asta ishlatishni o'rganisizlar inshaalloh. Yeni misol, masalan, zou jij voor mij in boodschap willen doen? Yani men uchun so'zlik qilishni xohlamsiz. Agar biz buni zou degan shaklda ifodalagan vaqtimizda, o chog'da yani willen doen deb ma jumlada hozir 3 tane fe'l var. Lekin buni oddiylar will you for me in boodschap doen? Yani men uchun so'zlik qilishni xohlamsiz. Bundalar ifodalasak mi bo'laveradi. Lekin zou degan shaklda ifodalagan vaqtda u chog'da ma willen doen deb keyiniga mushta fe'llar birga keladi. Eng oxirgi bir misol, na het eten zal de afwas worden gedaan. Yani tamoqdan keyin qachilar yuyildi deb kelgusi bitgan zaman shakli. Lekin buni normal voltooide tijd bilan ifodalasak, na het eten wordt de afwas gedaan. Yani tamoqdan keyin qachilar yuyildi. Bu normal voltooide tijd. Lekin mana kelgusi bitgan zaman to'g'ri voltooide tijd. Lekin ma'nosi o'xshash. Shunga qisqasi kelgusi zamanni ishlatgan vaqtda shuni ishlatish zarurmi emasmi? Agarda ishlatish zarur bo'lib qolsa, ya'ni qanday vaqtda zarur? Biz buni shu zulunning grammatikasini so'zlaganda tafsili so'zlagan. Shu 12-darsni qayta ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Yana ham agar yandan tushunish bo'lmagan bo'lsa, ana shu zou degan shaklni masalan ma ikki jumladami zaviya forma in boodschap willen doen. Yani desek, eğer zavni deb ifodalasak, tixinbek adab bilan, tixinbek hurmat bilan so'ragan bo'lamiz. Vilya formay boodschap doen desek bo'laverdi, lekin zavni ishlasak, tixinbek bir adabli shaklda degan bo'lamiz. Lekin ishlatishning mushtaq qoidalari bor-ku. Shunga qarag'ini sizlarda qanday ishlatishmasiz, lekin shuni ishlatgan vaqtda hammadan muhimi gapni to'g'ri qilish, hammadan muhimi. Şuna çok qilmishlar bek adab bilan bunday shaklda ifodalayman deb hozirning o'zida biz hozir A1 saviyada darslarni o'rgatyapmiz-ku, o'zinglarni qiynab xatolashib qolsanglar bo'lmaydi-ku. Shunga hozirning o'zida oddiy shaklda ifodalab tursanglarmi, keyincha inshaalloh B1, B2 saviyadagi darslarni o'rgangan vaqtimizda o chog'da bu shaklda ifodalashmi unchalik ta'sir bo'lib ketmaydi. Lekin bu grammatikani so'zlashlik sabab biz o'tgan soat maxsus zulunni so'zlagan. Mush kelgusi zaman zulun bilan zich bog'langan-ku. Shunga shuningga moslashtiriblam bu kelgusi zamonning har qaysi turlarini so'zlayotdik. Bu ham YouTube'da saqlanib qolgan ekan, keyincha uchrab lozim bo'lganda yana qayta anglab tushunib olsanglar bo'ldi. Qisqasi kelgusi zaman to'g'risida so'zlaydigan grammatika qismi mushunchalik. Endi savolinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi.